Assalomu alaykum. Taqdir sizga nordon limon bersa, uni shirin limonadga aylantirishga harakat qiling, degan edi Dale Carnegie o'z kitobida. Darvoqe, uning ismi Dale Carnegie deb o'qiladi. Tasavvur qiling, 19-asr o'rtalari, Florida. Bir fermer ferma uchun joy sotib oladi. Ammo qarasaki, sotib olgan joyda na ekin ekib bo'ladi, na mol-hol boqib bo'ladi. Hamma yerni zaharli ilon bosib yotibdi. Fermer buni ko'rib haqiqiy shokka tushadi. Nima qilsam ekan deb boshi qotadi. Taqdir fermerga juda katta zarba berdi. Shunda kutilmaganda uning miyasiga zo'r g'oya keladi. Bu minusni plyusga aylantirish g'oyasi. Achchiq limonni shirin limonadga aylantirish g'oyasi. Zaharli ilonlardan maksimal foyda olish g'oyasi. Fermer darrov ishga kirishadi. U zaharli ilon go'shtini konserva qilib sotishni yo'lga qo'yadi. Ilon zahari dorilarga ishlash uchun laboratoriyaga jo'natadi. Ilon terisi esa sumka va remenlarga ishlatiladi. Fermaning ishlari yurishib ketadi. Buning ustiga har yili 20 mingtadan oshiq sayohatchi fermani ko'rishga kelar edi. Va shu turistlarning ichida Dale Carnegie ham bor edi. Xo'sh, shu va boshqa juda ham ko'p ta'sirli hayotiy voqealar yozuvchisi Dale Carnegie o'zi kim bo'lgan? Hayot yo'li qanday kechgan? Bugun sizlar bilan shu haqida gaplashamiz. Dale Breckinridge Carnegie, amerikalik pedagog, lektor, yozuvchi va juda kuchli orator. 1888-yilning 24-noyabrida AQShning Missuri shtatida Maryville shahrida kambag'al fermer oilasida tug'ilgan. Fermaning ishi og'ir, moliyaviy foydasi kam edi. Uning oilasi qiziquvchan Dalening kollejiga o'qish uchun pul ajrata olmas edi. Shunda qahramonimiz uzoq bo'lsa ham, ammo tekin kollejda o'qiy boshlaydi. Kollejda oldi yigitlarning qatorida bo'lishning asosan ikki yo'li bor edi. Sportdagi muvaffaqiyatlar yoki debatlardagi oratorlik talantini ko'rsatish. Carnegie ikkinchi yo'lni tanlaydi va kollejdagi o'qish, dars tayyorlash, uyga qaytgach fermadagi yordamidan so'ng kechqurun, to'g'rog'i kechasi bir-biridan qiziqarli original nuqtlar yoza boshlaydi. Ammo ilk chiqishlari unchalik muvaffaqiyatli bo'lmaydi. Shunda qahramonimiz o'z nutqlarini har yurgan yo'lda qaytarib yuradi. Ya'ni kollejiga borganida, uyga qaytayotganida, mol-holga ovqat berayotganida. Xullas, imkon bo'lgan har daqiqani nutqini to'g'rilashga ketkazadi. Natijada esa u kollejning eng zo'r oratorga aylanadi. Shunday qilib yillar o'tadi. Bizning qahramonimiz kollejni bitirgach ishga kiradi. Armour va Company degan kompaniyada u bekon sotishni boshlaydi. 2 yil davomida firmada ishlab, Carnegie sotuvlarni shunchalik oshiradiki, hatto eng oxirgi sotuv darajasi bo'yicha turgan hudud birinchi o'ringa chiqadi. Ammo Carnegiening orzusi zo'r sotuvchi bo'lish emas, zo'r yozuvchi bo'lish edi. Shuning uchun Carnegie bu ishdan kechadi va o'ziga vaqt ajrata oladigan ish topadi. New York maktablari uyushmasi. Aynan shu yerda Carnegie biznesmenlar uchun notiqlik, ya'ni ravon va ta'sirli gapirish bo'yicha dars bera boshlaydi. Uyushma ilgari ham shu yo'nalishda ishlagan edi, ammo natijalar bo'lmagan. Carnegiening ishlari yurishib ketishiga ishonmagan uyushma har bir darsga $2 emas, balki foydaning ma'lum qismini berishga shartnoma tuzadi. Hamda yakunda Carnegie har bir darsi uchun $30 ko'p foyda ko'rardi. Kurs ommalashib ketadi va Carnegie biznesmenlar uchun o'z notiqlik kitobini yozadi. Notiqlik san'ati va biznesda odamlarga ta'sir qilish. Kurs shu darajada kuchayib ketadiki, hatto AQShning boshqa shtatlarida ham unga o'quvchilar kela boshlaydi. Bu kanalimdagi birinchi videom edi. Agar meni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsanglar, like tugmasi bilan obuna bo'lishni unutmang. Aytgancha, Dale Carnegie haqida yana videolar chiqarishimni xohlasangiz, bu haqida izohlarda yozib keting. Xayr, salomat bo'ling. Sizam salomat bo'ling.